Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bizda navbatdagi video chiqmoqda. Bugun 20-aprel 2026-yil. Makkamizga 40 kundan oshdimi? Necha kun bo'ldi? Xullas 9-mart ekilgan. 42 kun bo'pti Makkamizga. Mana bugun oziqlantirishni boshladik makkamizni. Bargidan oziqlantirish. Bunga qanaqa dorilar ishlatyapmiz? Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu doridan ishlatyapmiz. Bunda mana shunaqa moddalar bor. Vitamin ildizini tanasini mustahkamlash uchun. Bu gelni qo'shimcha ishlatyapmiz. O'zi asosiy dorimiz mana bu koreyskiy dori. Endi men dorilar nomlarini bilmayman. Bizda ishonchli aptekachi bor. Shulardan olamiz, har yili so'rab oziqlantirishga, tomirini mustahkam qilishga, tanasini mustahkam qilishga qanaqa dori desak, o'zlari berishadi. Biz faqat bir 90% koreyskiy dori ishlatamiz. Koreyskiy doridan foyda ko'rganmiz. Koreyskiy dori bir 4-5 yildan beri faqat koreyskiy dori ishlatamiz. Qo'shimchasiga gel-pellar endi boshqa mamlakatda bo'lishi mumkin, lekin asosiy ishlatadigan dorimiz koreyskiy dori. Mana kecha video qo'ymadik. Kecha motoblokda ariqlarni ochib, dori sepib sug'orishga tayyorlaganmiz. Xudo xolasa 2-3 kun yomg'ir beryapti. Shu yomg'irdan keyin tegidan oziqlantirib sug'orishni ham boshlaymiz. Yana bir qaytarib o'taman. Bu videolarimiz boshlang'ich o'rganayotgan odamlarga, o'sha ekishni bilib qarayotgan odamlar o'zi biladi qanaqa qarashni. Bu boshlang'ich videolar. Makkani qanaqa yetishtiradi, qancha rasxod qiladi. Birinchi, ikkinchi videolarda rasxodlarimizni ham qo'yib borganmiz. Shu paytgacha qancha rasxod ketgan qo'yganmiz. Hozir bu dorimizni ikkala ko'rsatgan dorimizni 220 mingga oldik. Uni ham videoning davomida daftarga yozilgan rasxodimizga qo'shib hisoblab ko'rsatamiz. Kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana bugun ariqlarga oralatib dorisini soldik. Xudo xolasa ertaga indinga yomg'ir beryapti, 2 kun 3 kun. Agar yomg'ir yog'sa turib turadi, dori erib yeriga singib turadi. Agar yomg'ir yog'masa, xudo xolasa sug'oramiz. Hali suv ichmagan makkamiz. Hali suv ichmagan. Oralatib sepdik, oralatib sug'oramiz birinchisida, chunki hammasidan sug'orish qiyin. Yer chanqagan, suv tortib ketaveradi. Oralatib sug'orsak ham zaxlab ketadi o'rtadagi ariq. Shuning uchun mana oralatib dorilarni sepib chiqdik. Xo'sh, bunga qanaqa dorilar sepdik? 70 sotikka 5 qop dori ketdi. 4,5 qop ketibdi. 70 sotikka 4,5 qop dori ketdi. Xo'sh, 2 qop karbamid Navoiy, 1 qop sulfat chirchiq, yarim qop kaliy chirchiq, 1 qop amafos olmaliq. Olmaliq sepganimizda olmaliq tezroq eriydi. Qozoq amafosiga qaraganda, Qozog'iston amafosiga qaraganda olmaliq tezroq eriydi. Shuning uchun olmaliq oldik. Olmaliq tezroq erigani uchun tezroq ta'sir qiladi. Amafosni birinchi, ikkinchi dorida solamiz. Bu yog'iga faqat karbamid, sulfat solinadi. Chunki amafos uzoq vaqt ta'sir qilgani uchun amafosni 2 marta suvda solamiz. Keyingi ekinlarga ham foyda beradi u. Kuzatishda davom etinglar. Sug'orish jarayonini hammasini qo'yib borishga harakat qilamiz. Bu dorimizga ketgan rasxodni ham yozib sizlarga videoning oxirida qo'yamiz.
Assalomu alaykum hammalarga. Mana rasxodlarimizni yozishda davom etamiz. Bu rasxodlarni oldingi videolarda ko'rsatib tushuntirib o'tganman, birinchi, ikkinchi videolarda. Hozir mana 20-aprelga kelib qilgan rasxodimiz 31.280.000 so'm bo'ldi. Bu birinchi dorisini berganimizdagi rasxod shunchaga yetdi. Kuzatishda davom etinglar. Bu 1,5 gektarga mo'ljallangan rasxod, 1 gektar emas, 1,5 gektarga mo'ljallangan rasxod. Kuzatishda davom etinglar. Men rasxodlarni qo'yib boraman. Ish jarayonlarini ham qo'yib borishga harakat qilaman.